Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Fromen. Короче, do'stlar, bugun balansimizni ko'rib turibsizlar, 4000 to'ldirib oldim. Ya'ni nechta? 30 taga to'ldirib oldim. Va bu yerdan men nima ochaman? Men bu yerdan 1.34 qilaylik, bitta taktika ko'rganman. YouTube'da kuzataman chunki internet qotyapti, bilmadim nega, Wi-Fi qotyapti. Mana ishladi. Bak. Yo, mana birinchidan boshlab yubordi bizlarni minusga tiqib keladi bularni. Yomon. Yomon. Ikki marta shu yerda bo'lsa borib. Wi-Fi yomon qaytyapti. Bilmadim nega. Lekin shu yerda borga o'xshyapti-da. Ko'rdinglarmi? Bizda 27 ta qoldi. Biz bu 27 taga nima ochamiz? Ko'ramiz. Yangi keys kelibdi, ko'rdim. Shuni ochib ko'raman. Shuning uchun o'zi balans to'ldirdim. Mana bu yerda GTA degan GTA edi-yu, mana bu yerda GTA bor edi-yu, qani u? GTA 5. Hali 27 edi-yu. Nega 36 bo'lib qoldi? Hali 27 turgan. Shu narsa hali 27 edi. Qo'ysin, poxuy. Ochamiz. Bu yerdan Wi-Fi yomon qotyapti. 24 talik Minecraft nima beradi? Bizga nima bermoqchi bu? Nima tushib bermoqchi bu? Day shundan. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ketdik. Boshlanishi bilan bizada doimgidek minusovka. Ko'rganinglardek 10.59. Biz bu 1.59 ni qo'yamizda 11 qilib olamiz. 1.59. Matchat. Vaq. Lekin bomba. Qani chiqdik. 9 talik esa ochaveramiz endi. Shu bori yomon qotyapti. Hamser emas, hamserni ochmaymiz biz. Yana bitta boshqasi bor mana. Расходники. O'shani ochamiz. Bitta shundan mana shuni berib yuborsa bor-u, ketardimi bor-u. Legendarniy bersa bor-u, ishoninglar. Lekin bu mana bunaqa beradi-da faqat. Birov shunaqalar. Bilmadim nega. Day ketdik. Yana video tez tugaydimi deyman-da. Aytdim-u, vallahi aytdim-u. Bizani videoni tez tugatib qo'ydi, tushunibsizlarmi? Tez tugatishni xohlaydi bu maraz. Mana shunga kelayotgan atak bor-u, mana shunga. Oldidan o'tib ketdi. 1.14 ni men nima qilaman hozir? Bilmadim. O'sha 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi open keyslar omadsiz ketyapti, bilmadim. Bir marta 4.5 ming UC sog'ganimda 700 so'mdan, ya'ni qani, nima bo'ldi bu, 0.14. Shuni upgrade qilib yuboramiz.
Buni man mingtaga qoraman. Do'stlar, bu safargi video ham tez tugadi. Bilmadim nega bunga tez tugashni boshlaveryapti. Faqat to'lka tez tugaveryapti-da. Va yo'q. Do'stlar, sizlar ham tekin promokod olish uchun mani Telegram kanalimga o'tsanglar, mana bu yerga Fromen Public 1 deb yozsanglar, bu yerda chiqib keladi. Men har kuni bunga har xil promokodlar berib o'taman. Va bu yerda biz Telegram kanalimizda 200 ta bo'lsak, Telegram va YouTube kanalimizda 200 ta bo'lsak, shu akkauntni berib yuboraman. Ya'ni bunda nimasi bor? X-Cash'im, to'da-suda normalniy narsalari bor. Akimlari 2 ultimate'dan akim tushgan. Normal 4-5 ta yirib olingan normalniy akkaunt, shuni 200 ta bo'lsak berib yuboraman. Promokod olish uchun men bu yerga men qadab qo'ygan закрепленный сообщениyaga kirasizlar va bu yerdan start bosib пригласить qilasizlar va пригласительni kopировать qilib hamma do'stlaringga yuborib, bu yerdan получить promokod va bu yerda bitta odam chaqirganinglarga 100 ta energiya beradi. Bu yerda ikkitaga mana bunaqa doktor keysga 950 keysga promokod beradi. Ya'ni o'tkazib mana skamga ikkitaga 9 ta bo'lkoin, to'da-suda normalniy narsalar beradi. Uning uchun nima qilish kerak? Fromen Public deb yozib o'tib olish kerak va 200 ta YouTube va Telegramda bo'lsak, shu akkauntni men rozgrish qilib yuboraman. Hammaga xayr, sizlar bilan Fromen bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.